Modellashtirilishi noodatiy bo'lgan mana shu koftani biz siz bilan bugun o'rganamiz. Noldan boshlab har bir andozani ko'rsatib o'taman. Demak, men oldindan Maryams metodi bilan tayyorlangan asos andoza yordamida xuddi shunday spushinni yeng andozasini sizlar uchun tayyorlab qo'ydim. Men ko'rsatib o'tayotgan mana shu sxema bo'yicha oldi, orqa andozalarni chizib olishingiz kerak bo'ladi. Bu andozalarimiz 42-razmerdan 46-razmergacha to'g'ri keladi. Albatta, oldindan konspekt qilib bu sxemalarni o'zingizga chizib olishni unutmang. Ko'rsatib o'tganim bo'yicha har bir raqamlar bo'yicha oldini va mana orqani ham chizib oldik. Oldi orqa andozalarimizni tayyorlab olganimizdan so'ng qirqib, yelka va yon choklarini albatta tekshirib olamiz. Kengliklari va balandliklari bir xil bo'lishi kerak. Bu andozalarimizni qancha kengaytirsa bo'lishini men YouTube va TikTok kanallarida batafsil tushuntirib aytib o'tganman. Endi biz yon choklarni xuddi shunday qilib oldiga jildirib olamiz va oldi o'rtasidan ham yuqoriga ko'tarib olamiz. Shu bilan koftichkamizning oldi o'rtasi yuqoriga ko'tarilib turadi. Endi yelkalarni bir-birlariga tutashtirib, qo'shimcha yeng olishni ham ko'rsatib o'taman. Kerak bo'lsa, albatta siz xuddi shunday qo'shimcha yengni olishingiz mumkin. Oldi o'rtasiga uchburchak shaklda xuddi shunday klin qo'shamiz. Bu klinimiz oldi o'rtasi yig'ilib zborka holatda bo'lishi uchun. Men ko'rsatgan tartibda shunday qilib qo'shib andozamizga oldiga qo'shamiz. Shu bilan bizning andozamiz tayyor bo'ladi. Bu foydali videoni yo'qotib qo'ymaslik uchun Maryamsga obuna bo'lib, like bosib, izohlarda fikringizni yozishni unutmang. Maryams akademiyasini katta chegirmadan onlayn darsliklarni sotib olishni Ramazon oyida xohlasangiz, albatta plyus qoldiring. Hozir juda ham katta chegirmada bu imkoniyatni qo'lga kiritishingiz mumkin.